Tak, o'sha sharoitida onajonlar, mana bolalaringizga, sog'lom bolalarga, diagnozi bo'lmagan bolaga, ya'ni ko'p so'rashadi mendan. Oddiy mashqlar. Oddiy silovchi masaj qilib olasizlar, oddiy qo'llari, oyoqlari silovchi masaj qilib olasizlar. Hop, keyin orqalari, oyoqlari. Keyin qizdirib olganinglardan keyin oddiy mashq, mana zararsiz, hamma qila oladi buni. Tepaga pastga bu bolajonimiz уже yotmayapti, umuman eplab bo'lmaydigan bo'lgan, ko'z tegmasin. Hop, mana qorin bilan qism bilan yotganda tepaga pastga, tepaga pastga, tepaga pastga. Chap oyog'ini ham xuddi shunaqa tepaga pastga yo'naltirasizlar. Men hozir siz tushuntiraman, chunki vaqtimiz juda ham kam. Keyin qo'liga ishlov beramiz. Yot. Mana shunda. Oddiy, mana 1-2. Buni mashina o'zi qancha motorikaga yaxshi ishlov beradi. Chap qo'lni ham xuddi shunaqa. Keyin tepaga ko'tarib turib, oyog'i pastga, tepaga. Mabodo yig'lab bezovtalik bo'layotgan bo'lsa, tepaga pastga. Bu tomoni ham tepaga pastga. Tipir-tipirim. Mana shunda. Bo'ldi, mana shu oddiy mashqlar. Keyin golovkaga ayniqsa, to'xtanglar. Golovkaga aytaman, mana qaranglar. Oldin ham aytganman, buni aytishda davom etiraman, chunki hozirgi paytda displaziya golovkasi yaxshi rivojlanmayotgan bolalarimiz juda ham ko'p. Mana tepaga aylantirib, olib chiqasizlar, olib kelasizlar. Bu yog'i ham xuddi shunaqa. Baravar ishlashinglar kerak bo'ladi. Onalar, bu oson juda ham. Mana farzandingizlarga mana shunday 2-3 ta mashq qilsanglar, sog'lom bolajonlarimiz bir pasda anaqa bo'lib ketadi, xudo xolasa, Alloh izni bilan. To'g'ri yotvojon. Shikoyat bo'lsagina, diagnoz bo'lsagina nevropatolog orqali nazoratida boshqa reabilitatsiya mashqlarini, reabilitatsiya lecheniyalarni olib borsanglar bo'ladi, lekin diagnoz bo'lmagan bolajonlarimizga mana shunaqa mashqlarni qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Yana foydali ma'lumotlar bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lish esinglardan chiqmasin, like, podpiska esinglardan chiqmasin va yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, обязательно. Rahmat.